Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, aziz Oxunjon Madaliyev muxlislari. Men bugun sizlarning e'tiboringizga ushbu video lavhani namoyish etmoqchiman. Shu video lavhada Oxunjon Madaliyev xotiralab biz 7 yil avval 2019-yilda kurslik Oxunjon Madaliyev ashaddiy muxlislari Oxunjon Madaliyevni xotiralab Oltiariq tumaniga bordik, Farg'ona viloyatiga. Qisqagina olingan bu video lavhamni tomosha qilasizlar degan umiddaman. Kamchiliklari bo'lgan bo'lsa uzr. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari. Dadamning muxlislari, uyingizda to'y bo'lsin. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari. Quchog'idan keng, biri yoqa biri yeng. Yaqinimsiz meni eng. Dadamning muxlislari, yod etibsiz magar siz. Qarindoshsiz jigarsiz, jonimga jon qadarsiz. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari. Dadamning muxlislari, eslatasiz dadamni. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari.
jonimning qarindoshlari, Andijonning parivashlari, ey jonimning qarindoshlari, bo'yningizga marvarid bo'lsin, marjon marjon ko'zim yoshlari, bo'yningizga marvarid bo'lsin, marjon marjon ko'zim yoshlari. Muhabbatim rad etdingiz, garchi so'zlar mayin bo'ldi. Muhabbatim rad etdingiz, garchi so'zlar mayin bo'ldi. Bag'ringiz tosh ekan garchi so'zlaringiz mayin bo'ldi. Bag'ringiz tosh ekan garchi so'zlaringiz mayin bo'ldi. Har bitta uyga mana Oxirjon Madaliyev ko'chasiga yozib qo'yilgan. Hozir Oxirjon Madaliyev shu hamma eshikda yozilgan. Ko'chasiga kelyapmiz. Shunaqa sodda, samimiy insonlar orasida o'sgan oddiy inson. Oddiy qishloqdan chiqqan buyuk inson. Har bitta uylarga eshiklarga mana e'tibor qilinglar, yozib qo'yilgan Oxirjon Madaliyev ko'chasi. Ham ko'chasi. To'qqizinchi uy. Shunaqa juda ham sodda inson bo'lgan. Men ham ko'pikdan klasslarida oddiy birikadi. Endi ham aytib qo'ying. Sen eskilaşmış biri kupiga olgan shu joy. Kupikdan Aleyküm assalam.
Amanmısınız? Ruhul kızlar ne var öyle? Hadi bir küçük havalı fırat olmuyor. Hadi şimdi. Üst katta zaten yapmış değil mi? Geliler, geliler. Hala yaşıyorlar. Bir git. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم المفلحون لو أنزلنا هذا القرآن على جبال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ahıncanagami ruhlarga başladı. Ruhlarga o'tgan yil omillar bilan munosabatda jannat bog'lariga yaqin ma'muriyatning rahmatini to qiyomatgacha rohat va rohatda yotishlarini nasib etgan. Qolganlarga sabr jami ato etgan. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Happy Amsterdam. Mehmon. Ro'zadan keldingizmi? Ha. Har doim keladi. Nimadan sizga? Navoiy. Shuhrat Ahmedov bordilar. Sanatlarga. Bitirish qildikda. Xo'jamat edi. Bu yerdan qolgan xotira bundan. Hech kim. Bu odam. Bu odam bu deydi. Bo'lgan kunlarga boshqa qayta. O'xshash ekanda, qana. Bizni yaxshi do'stmi? Hozir boraman dedi. Shuhrat Ahmedov. Aka Navoiydan kelibdilar mana. Ben bu şogirtsiz. Shogirdimda men qarshi yuraveradi. Keyin tarafga tushib men hozir borib kelaman. Gelin, kardeşim. Sizinle yapmışsınız. Şakir'in inşallah. Gelin, Allah ya. Kamerlamayın, Sizni bezovta qildik, bezovta qildik. Sizingiz qilish, qo'llaringiz yaxshi. Qani? O'tiradi. Ruvonaga Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seni peygamberlerge asıl yolunda çağır yolları sahabe kılıyor. Aşağı atınca Allah Teala Allah'ın uzaya kuplar var. Bari bir rahmet şu işte cennet ki ahireten Allah'ın tuvalı dikleri ahirete. Haberler dişi hatırlanan dünya haseneten bin azallarına rahmet
Şuna uxlanar diyor. Sen bol iştahını bir ayağına bak. Bize koyuyor ayağı. Hamid Xon so'rab turdi. Ha. Nima kerakmi hozir? Ha, o'sha Hamid Xonni yurtidan. Yurtdimi? Ko'p qilishganmiz, ko'rishganmiz. Endi bitta duo qilib berasiz bularga. Rahmat, mana shunchalik eslab bitta duo qilib berasiz bularga. Uyga olib ketaymi? Xonadonda ham biror kun mehmon bo'linglar endi. To'yda kelamiz. To'yda kelamiz. To'yda kelamiz, xudo xohlasa to'ylarda. To'y endi boshqa bo'laveradi-ku. Endi bir Kelib vaqtgacha astoydil kelamiz to'yga. Qani? Tan jonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz sog' bo'lsin. İşlerini rivajını versin. Oilelerine tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha xursandchilikda ko'rishaveraylik. Rahmat. Ehtiyot qilib ketinglar. Hayır. Tog'ada ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Yaxshi kun uchrashaylik. Oldiga ketasizmi? Orqasiga ketasiz. Yo'q, boshla. Oldiga yuraveradi. Ketaman bu yerdan bosh olib Majnunni siylagan sahroga. Ketaman bu yerdan bosh olib Majnunni siylagan sahroga. Ketaman ko'zimga yosh olib yulduzlar vatani samoga. Ketaman ko'zimga yosh olib yulduzlar vatani samoga. Bo'lmasa xarsanga boylanib cho'kaman tubiyib ummoniga. Yoki ko'k kaptariga aylanib uchaman ko'k qof tomonga. Yoki ko'k kaptariga aylanib uchaman ko'k qof tomonga. Do'st tutib tongdagi shabnamni so'ng singib ketaman tuproqqa. Ketaman yig'latib onamni borsa kelmasdan ham yiroqqa. Ketaman yig'latib onamni borsa kelmasdan ham yiroqqa. Ketaman baribir ketaman, suymasang suykalim netaman. Ketaman baribir ketaman, shu mening eng so'nggi qarorim. Suymasang suykalim netaman, alvido suyukli dildor. Suymasang suykalim netaman, alvido suyukli dildorim. Ketaman, ketaman baribir ketaman,
Suymasang suykalim netaman, ketaman baribir ketaman. Suymasang suykalim netaman. Alem sırların bilmezligimni bildim. Hayat keyik kibare kelmezligimni bildim. Cümle alem sırların bilmezligimni bildim. Hayat keyik kibare kelmezligimni bildim. Bildim 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 bildim. Avlatlarım kanıda ben gücüşüp yaşarmen. Avlatlarım kanıda ben gücüşüp yaşarmen. Parlap misali aftab sönmezligimni bildim. Parlap misali aftab sönmezligimni bildim. Bildim 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 bildim. Baxşiyatgar ko'nglim baqi kuylashdan, kuyla ey baxşiyatgar ko'nglim baqi kuylashdan. Qo'shiqlarimda mangu Shu oradan 20 yil vaqt o'tgan bo'lsa ham ana shu inson Oxirjon Madaliyevni eng yaxshi qadrdon akalarini aytdilar. Shuncha yil o'tsa ham unutolmayaptilar. Hali ham yig'lab qabrlarini o'tdilar. Chunki asl insonga Alloh rahmat qilsin shu insonlar. Bunaqa insonlar kam keladi. Farzandlari ham shu inson o'xshasa. Lekin qadrdon bo'lganligi shu atayin olib keldi. Holat ichida bo'lmaydigan. Jamiki aziz avlodlarga Xudo rahmat qilsin. Ularning qatorida shu ukamiz Oxunjonni ham Xudo rahmat qilsin, oxiratlarini obod, go'rlarini pur nur, joylarini jannatda bog'lardan qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Rahmatga ya Xudo. Biz bahorga oshiq bo'ldik, kuzdan uzr. Xazonlarda qolib ketgan qizdan uzr. Biz bahorga oshiq bo'ldik, kuzdan uzr. Andijonda qolib ketgan qizdan uzr. Bizdan har ne o'tgan bo'lsa o'tdi mayli. Bizdan har ne o'tgan bo'lsa o'tdi mayli. Voy dodi, tug'ilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr. Aytilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr. Meni o'tdan cho'qqa solgan yurt tuyg'usi, tushsiz o'tgan mening
Uykum kuş uykusu Kuylarimdan kelsa deyman rayhon isi voy dode Tug'ilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr Aytilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr Sen ko'zimga tikilmagin ko'nglimga banib bir ko'rgali hattoki o'z onam mushtoq bir shirin so'z aytolmadim bolamga goh bir shirin so'z deyolmadim bolamga goh voy dode Tug'ilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr Aytilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr Xudo xohlasa yaxshi borib keldik. Salomot bizga kirib keldi. Xudoga shukr. So'ngida qayerda tursangiz shu bilan. Rahmat tayyorli sog' bo'lsin. Shuzga kirib keldik mana. Turmuş tomoshabinlar e'tibor uchun katta rahmat. Yana sen ko'rishguncha xayr.